birinchi kuni gaplashgan bo'lsa, men shokda bo'lganman o'sha yerda. Eshittiring. Siz eshitib turing, menga desa boshqa joyda bo'lmaysiz, menzga Ko'rishganmisizlar? Melisaga ishing tushganmi? Onasi shunadiku. Ha, Melisaga ishim tushgan. U yozda xullas karis bilan diskotekada o'tirganda men o'zim kirib qolib, ko'rib jahlim chiqib, qonim qaynab ketib urganman. U karis bilan nima bilan diskotekada? Men karis turganman, u qizni shuni yoqasidan ushlaganimda chantashlab yotib olgan. Dedi bu internetga chiqqan bo'lamsan? Unaqa deb rosa vashita to'shotyapti. Yo, bir narsa Hey. Listen, boshqa odamga. Alo. Bilganman-da ko'ryapsizmi? Agar davernisim bo'lmasa, meni uni kirib yuzini ko'rsatishga, politsiya bilan gaplashishga, yuklarini olishga, borib Sherzod savol-javob qilishga, mana u kartalarni olib yurishga haqqim yo'q. Gunozoda qanday aqvoringlar deysiz? Musulmon-ku. Musulmon ro'zani kunida ichadimi? Opa, siz butuka bilan siz yo'q, to'xtang, men kimdir tarafini Mana o'ligi ham qanaqa bo'lib ketdi? Yo'q, to'xtang. Chetda dunyoda javob berasan. Agar sen uni oldida aybing bo'lsa, sen u gunohli bo'lsa, u ham javob beradi. Bu narsalar o'tdi ketdi. Endi sen bu vaqt, senga vaqt kerak, o'zingga kelishing uchun sen aybdor emassan. Men Tekshirdik. Hammasini ekspertiza qilindi. 10-20 kunda yana dalsha chiqadi javobi, xudo xohlasa.